Assalomu alaykum gul shaydolari. Mana shunday chiroyli gulni qaranglar. Sotib oldim buni. Tufagi yo'q ekan. Shu tufakni ekmoqchiman, qaranglar. Shu tufak bunga mos tushdi. Bu tufak ichiga yong'oq solib ekmoqchiman. Mana mol chirindisi, qazon, mana yer turpoq, qazon chirindisi, mana shag'al, mana uchulasini aralashtirib bunga kul solamiz. Mana qaranglar. Kulda mana o'zini o'g'illari bor ekan. O'shalarni ham sovardim mana. Endi buni aralashtiramiz. Bunga tuxum maydasini, tuxum maydasini 4 tuxum maydalab, keyin shu yerda banan po'chog'imiz bor bizani. Yong'oq banan sog'alaman. Qarang, gulim unumdor, yaxshi tuproq o'ssin, chiroyli tuprog'ida. Keyin bu gullar qaranglar, bargiga suv teg'azmash kerak ekan. Agar bargiga suv teg'azsa shuni sarg'ayib ketar ekan. Xudo xohlasa bu gulni yanada chiroyli qilib ko'kartirib, yonidan shoxlarini olib, 3-4 ta qilganimda sizlarga ko'rsataman, sizlar bilan bo'lishaman. Rosa ko'p gul sotib oldim bu yil, xudo xohlasa. Kitayskiy roza, mana geran, korolevskiy, begonya guli, anaqa ko'p gulni sotib oldim. Mana bularni yaxshilab aralashtirib qaranglar. Chiroyli qilib uzun tuproq, unumdor, yaxshi sochilib turadigan tuproq bo'ldi. Banan po'choqlari, ichida tuxum po'choqlari bor. Gulim xudo xohlasa kulli o'g'illari bor. Xudo xohlasa mana yaxshi unumroq, zo'r tuproq bo'ldi. Uy sharoitida shunaqa qilib ekamanman. Oldin kul solmasdim, kulni keyin solardim suvni solib. Hozir tuprog'iga solaman. Mana qaranglar. O'rtoq Bismillahirrohmanirrohim deb turli ekamiz. Endi hozir men paketdan gulni chiqazib olaman. Mana paketidan mana qaranglar. Mana qaranglar, gulni paketidan chiqazib joylashtira oldim. Mana ustidan endi tuprog'idan sochaman.
Qaranglar, chiroyli gul bo'ldi. Buni xudo xolisi ko'paytiraman. Chiroyli qilib xudo xolisi. Mana bosaman buni. Suv quyganimda zo'r bo'lib ketadi xudo xolisi. Mana qaranglar, baklajkaga har doim ukol tabletka solib qo'yaman. O'sha ukol tabletkadan qo'yamiz, faqat barglariga suv tegmasligi kerak. Chiroyli qilib qo'yamiz. Gullar qaranglar. G'unchilari rosa ko'p ekan, ochiladigan, zo'r parvarish qilgan ekan qo'llari.